tegyapti falkes mashinaga. Mashinaga tegyapti. Dizot sorun sonli qonun bo'yicha ID kartani beraymi? Tushunmadim. To'liq tanishtiring 973-sonli qaror bo'yicha. Assalomu alaykum, inspektor Sultonbergen Abduhamidovichman. Hujjatlaringizni aniq olasiz. Bodi kamera ishchi holatdami? Ishlar emasmi, men javob bermayman. Taqdim majburman. Nimaga 14-marta yozib qo'ygan? Aytmayman. Ishlamasligimga javob bermayman. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qarorda 8-moddasi bo'yicha xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Ekan u tegyapti falkes mashinaga. Mashinaga tegyapti. Daq qilib 2 marta uryapsiz-da. Katta serjant Sultonov Erkin Abduhamidovich amal qilish muddatini ko'ring. Polis 2029-yil 730 sonli qonun bo'yicha ID kartani beraymi? Xolamadim, ID kartani beraman. Mana. ID kart emasmi? Mana, ID karti. Kamerani terib ko'radi-da. Asakun nomida? Onamning nomida. O'sha tasdiqlovchi hujjatingiz bormi? Nima bu familiya bitta-yu. Familiya bitta bo'lganda 30 ta farqli bo'ladi-ku. Otisonoga Mansurjon o'g'li-yu. Mana men uni ko'ring. Qo'ziboyev yozyapti-da. Dildor Azamminida. Bu yerda Qo'ziboyev yozyapti. To'g'rimi? Farqi bormi shunda? A bo'ladi, ayol kishi A bo'ladi-yu, to'g'rimi? K bilan K deyapman, akajon. Yo'q, mana bitta narsani eshitdim. Mana bu yerda K yozilyapti. Mana bu yerda sizda Q yozilyapti. Shuni aytayapman sizga men. Kirilchada K bilan qani farqi yo'qda. Onam 62-yil. 93-yilmanda lotin mustaqillikdan keyin lotinchaga o'tganmi? To'g'ri. To'g'rimi? Men o'shani sizdan so'rayapman. Bu yerda kirilchami, bu yerda ham lotincha yozyapti K deb turib. Yo'q, yana tushunyapman sizga. Bu endi bu Miron aybimi yo ma'na aybimmi? Men bilmayman kimning aybi. Yaxshi ko'ring. Ishlaringizga omad. Zohtaga ishlayaptimi? Doni bloger so'rab qo'ydi deydi. Ukalarim. Salomat bo'ling.